Assalomu alaykum bu Motors obunachilari. Sizlarga bugungi obzorimizda to'g'ri-to'g'ri bu Motorsda akkumulyator skladidan olib boryapman. Bunaqa skladlarimizdan ko'p. Bu faqatgina hozirgi paytda sizlarga Chilvi brendini akkumulyatorni ko'rsatmoqchimiz. Ko'rsatishda maqsadlarini hammasini aytib o'tamiz. Undan oldin sizlarga akkumulyatorlarni ko'rsatish uchun obzor qilib beramiz. Akkumulyatorlarni ochib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, ichida o'zini bolt krepleniyasi ham chiqadi va akkumulyatorlarni ham o'zini ko'rsatib o'tib ketamiz. Chilvi 32 talik. Nomer 1 Xitoydagi hozirgi paytda brendlardan hisoblanadi. Akalar, bu narsani obzor qilishimizdan maqsad Chilvi brendi 32 lik akkumulyatorni narxini $30 ga tushirib qo'ydik. Faqat sharti bor. Bu Motors obunachilari uchun va zavoddan olib ketish sharti bilan aka. Bu narsani originalligiga va zavodskoy defektiga 1 oy garantiya beramiz. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Istalgan joydan kelishingiz mumkin. Pastda opsiyada nomerlar qoldiramiz. Nomerlar bilan bemalol aloqaga qoldirib, lokatsiya tarzida tashlab berib, zavodda o'zidan olib ketishingiz mumkin. Donaga oladigan insonlar uchun hammasini $30 dan qilib beramiz. Optimcha akalar bemalol telefonda orqali telefon qilishingiz mumkin. Sizlarga ham chiroyli yechimlari bor aka. Bu narsani o'lchamlari katta, ham og'irligi katta. Bitta qo'lda o'zida ko'tarish qiyin bo'lyapti, ko'ryapsizlar. Originalligi 32 talik bor aka. Kimga 20 lik kerak bo'lsa, 32 lik kerak bo'lsa, hammasi Chilvi brendidan originallari bor. Hozirgi paytda Chilvi originalligi uchun va 2026 avval kelgan partiya emas, yangi kelgan partiyalardan originalligi shtrix kodi ham bor va bu yerda yil sanasigacha yoziladi, ko'rinadi. Endi hozir videoda ko'rinmashligi mumkin, lekin kelgan insonlar uchun bemalol yiligacha yonida amperajni o'lchaydigan apparat bilan va yonida hammasini ko'rsatib beramiz. Hammasi hozirgi paytda nalichida bor. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Sizlar bilan har doim bu Motors chiroyli tarzda abizanalar qilib berishga harakat qiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.